Assalomu alaykum. Klubda 3,5 sotiylik hamma sharoitlari bor tayyor xonadon bo'lsa olaman deb turgan do'stlarimiz uchun. Shu xonadonimiz bugun sotuvda. Qirg'iziston O'sh shahri, Muqumiy ko'chasi 74-xonadonimiz bugun sotuvda. Hamma sharoitlari bor. Suv, svet, gaz, uylarimiz remontlari yangi remont. Mana mahallamiz. Ya'ni Do'stlik Kurgavoydan Ahmedov yo'liga yuramiz. Svetofor keladi. Ya'ni bu yerda kafelari bor, Ali Power kafelari bor. Shu Ali Power kafedan o'ng qo'lga kirganimizda Kamran klinikasi bor. Shu Kamran klinikaga yetmasdan o'ng qo'limizdagi ushbu tupik ko'chamiz bo'ladi. Kirganlarda mana oxirgi o'ng qo'ldagi 74-xonadon. O'zingizlar do'stlar, ko'rib uyimizni bir baho berasizlar. Remontlariga juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Travetendislarimiz, bruschatkalarimiz bir-biriga mos, juda ham shinam holatda. Va do'stlar, bu chiroyli 3,5 sotiylik xonadonimizda hattoki o'ziga yarasha agrodlari ham bor. Endi opalarimiz bor. Kichkina bo'lsa ham shu agrot bo'lganda men gullarni ekib, hali maza qilib yashardim degan. Ya'ni bor. O'ng qo'limizda mana ko'ryapsizlar, qatorasiga xonalarimiz joylashgan. Do'stlar, robotdan kirganimizda sizlarga birinchi o'ng qo'ldagi xonalarimizni ko'rsatib o'taylik. Bu kichkinagina birinchi xonamiz. Detskiy xona desak ham bo'laveradi ekan. Mana bu esa mahallamizga qarab tushgan yana bitta xonamiz bo'ladi. Endi mana bu yerda yana bir chiroyli katta ayvonchamiz bor. Chiroyli romlarimiz tushgan, hovlimiz, sanimiz ko'rinib turadi va mana bu yerga kirganimizda kichkinagina spalnichamiz joylashgan. Do'stlar, qaranglar qanday shinam. Endi mana bu yerda esa bitta operatsiya chiroyli qilib yana bitta xonamiz bor. Xonaga boy, pechkalarimiz bor. Xullas, har bitta xonamizda remontlari a'lo darajada. Va mana bu yerda ham yana bitta go'zal xonamiz bor do'stlar. Mashalloh. Va kelinglar. Bu yerda esa juda ham chiroyli baynamiz bor ekan, dush, hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan ekan. Va do'stlar, bu uyimizni, ya'ni ichkarisida shunday bir go'zal bir sanamiz ham bor. Mashalloh, qaranglar. Juda ham chiroyli qilib o'rab qo'yishgan. Mana svetlarimiz kechasi ham bir o'zgacha ko'rinsa kerak. Bu agrodchilarimiz qaranglar. Mana bir joyda hojatxonamiz bor. Buni oldida kladovkamiz ham bor va mana bu o'zgacha bir dekorativniy qilingan, bunday aytganda letniy kuxnya, o'choqxona desak ham bo'laveradi. Chunki gazlarimiz bor. Mana o'choqlarimiz hattoki mana bu eshiklarigacha bir go'zal holatda. Mana bu yerga bir hozir chiqib qolyapti, hali kapalayli, qanchaliklar. O kapalayli. Shundan qo'yib qo'yasizlar. Magi fontanlarni o'rnatib qo'yasizlar. Mana sizlarga. Robotdan kirganimizda biramizda bitta kuxnyamiz ham bor edi. Buni mana endi sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlarim. Bu ya'ni zimniy kuxnya desak ham bo'laveradi do'stlar, mana. Bu yerda suv, mana ikkita bochka, ikkita ya'ni qudug'imiz bor ekan. Suvdan muammo yo'q ekan. Bu klubda joylashgan 3,5 sotiylik xonadonimizni puli nech pul deb o'ylaysizlar? Do'stlar. Do'stlar. Sizlarda qo'rqish niyatimiz yo'q. Sizlar uchun $135,000 qo'ydik. Kamini ham do'stlarim gaplashib qo'ydik. Kami ham bor. $135,000 kami bor. Xavotir olmanglar, telefon qilinglar. Lokatsiyamiz zo'r, maktab, xullas nima desangiz hammasi yaqin. Bozorimiz ham mana o'sha bozor tushib qolyapti. Shunday chiqasizlar, bozorga borasizlar do'stlarim. Nomerlarimizni tezroq yozinglar shuning uchun. 0509 bilan 600 601. Qaytaraman. 509 bilan
600 601.